Nima uchun odamlar kambag'alligicha qoladi? Mana bu fikrni bir eshitib ko'ring. Bilasanmi, nega ba'zi odamlar kambag'al va kambag'alligicha qoladi? Ko'p ranjiganligi uchun. Odamlardan ko'p hafsalasi pir bo'ladigan inson ulardan uzoqlashadi. Hayot qonuniga ko'ra esa pul, imkoniyat va boylik odamlar orqali keladi. Odamlardan ranjigan inson shu imkoniyatlarni yo'qotadi. Nega u ranjiydi? Chunki u juda prinsipial, qat'iy fikrlar va o'z qarashlari bilan yashaydi. U dunyoni faqat prinsiplar orqali, ya'ni tor doirada ko'radi. Dunyo esa cheksiz, ko'p qirrali. Hayotda hech narsani oldindan aytib bo'lmaydi. Inson ham ko'p qirrali mavjudot. Qanchalik ko'p prinsipial bo'lsang, hayot shunchalik ko'p boshingga uradi. Toki prinsiplaring sinmagunicha yoki o'lmaguningcha.